Oilali bo'lib turib birovning xotiniga SMS yozayapti, telefon qilyapti, erlik bo'lib turib ko'chada tanishganiga telefon yozib SMS yozayotganlarning hammasi mana shu ko'z hayosini yo'qligidan kelyapti buzuqchiliklar. Bosh o'z ichiga olgan a'zolardan yana bittasi quloq. Allazina yastami'unal qawla va yattabi'una ahsana deyapti Xudo. Shundoq bandalarim borki, ular har xil gaplarni eshitib, o'sha gapi eshitilgan gaplarni yaxshisiga, haloliga, Alloh rozi bo'ladigan, savob bo'ladigan yo'liga ergashadigan bandalarim bor deyapti. Hozir quloqimiz bizlarda noshariy gaplar eshitilganda, harom gaplar eshitilganda, "Ey, to'xta" deyapmizmi? Quloqimizni bekityapmizmi? Bekitayotganimiz yo'q. O'sha birovni rosa ustidan mazg'a ag'darayotgan bo'lsa, jim o'tiribmizda, birozdan keyin o'shanga qo'shilib ketyapmiz. O'shanga aralashib ketyapmiz. G'iybatida, "Voy, sani yana bilmagan narsalaring bor ekan, odam to'g'risida. Mana undaqa narsalar ham bor" deb qo'shilib ketyapmiz. O'shani gapini eshityapmiz, eshitib quloqimizdan shayton shunaqangi haligi harom lazzatlarni beryapti-da, birovni yomonlagani uchun bizlarda tanamizda yayrash paydo bo'ladi. Ayniqsa o'sha gapirayotgan inson bizlar yoqtirmagan, bizlar yomon ko'rgan, bizlarga yomonlik qilib qo'ygan inson haqida gapirib qolsa, rosa maza qilyapmiz.